Bir de yerlik mi? 7 pres 50 ming so'm. Ha. Yalang'oqchi? Yerlik mi? Ham 50 ming so'm. Telefon raqam qoldiramizmi aka? 99 99 lik kodi bilan 676 676 60 99. 60 19. Qarang, dastlabki bormi yo'qmi? 190 qilamiz. 100 ta olsa, ko'proq olsa, dastlabki qilib berasiz. Qaysi tumanlarga oladi? 6 soy shu o'rta beraman. Ha, yaqin atrofda, to'g'rimi? Gap bor. Nech pulga olindi aka? Mana shu yangi purslar 45 ming. 45 ming so'mdan, ha? Gap bor. Razmeri necha aka bularni? 80 mi? 70 mi? 80. Tushirib qo'yman aka bu. Yangi purs nech pul bo'lyapti aka? Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Nech puldan bo'lyapti? Kimdan ekan? Kimdan ekan? 45 ming so'mdan, ha? Razmeri do'stlar 90. Nariga. Bilirsiniz. Yerda purslar nech puldan ekan? Kimdan ekan? 55 ming so'm. Razmeri necha? 90 mi? 90 lik. Dastlabki bormi? Ha, shu yerdan olib ketsa. Telefon raqam aytasizmi? 97 lik 076 40 50. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilaverasiz. Uzravatdik, ha? Gap yo'q. Puldan ekan? 28 ming so'mdan. Razmeri birdan plyus-a bu. Gap. Telefon raqam aytamiz bunga? Shart emas. Savdo ayniz. Makka pirslar nech puldan ekan? 45 ming? 80 lik razmerda. Qarama, tarif. 45 ming. Aka telefon raqam qoldiramizmi? Bormi? Ayting. 33 lik kodi bilan 949 0808. Dastlabki bormi yo'qmi? Qayerda? O'zbekiston. Darbanddan beri. Gap yo'q. Gap yo'q. Akam katta gapirardi. Gapiga turolsa bo'ldi. Bu nech puldan aka? Dedi pris, ha? 45 ming. Sotilmaydi. Ketdi. Savdangiz bersin. Sholi pris nech pul bo'lyapti aka? 25 ming. 25 ming. Razmeri birdan plyus. Bundan ekan bular. Sizdanmi aka? Nech puldan bo'lyapti savon prislar? Ha, paxol ha bu. Nech puldan bo'lyapti aka? 25 ming so'm, ha? O'tar qaytarib bormi yo'qmi? O'tar qaytarib kelishamiz. Ha, kelishib beradi. Dastlabki bormi? Qayerlarda ichib oladi dastlabki aka? Dastlabki shu Dinov. Yaqin atrofda, ha? Telefon raqam aytasizmi aka? 98 lik kodi bilan 99 lik. Ha, 99 lik 294 244 94 90 94 96 294 99 lik 294 ha 96 96 09. 09. Do'stlar, mana shu telefon raqamiga qo'ng'iroq qilaverasiz. Paxal savon prislar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilishingiz mumkin.